$59, $59,5 qizlar. Hozir men sizlarga Macy's ichidagi clearance joyiga ko'rsataman. Clearance'dagi narxlarini. Qizlar, mana bu yerda qaranglar, 50-75% bo'pti. Macy's bu skidkadagi oyoq kiyimlari. Mana Calvin Klein'niki ekan. Hozir men sizlarga narxini ko'rsataman. Narxi 47-43. Mana shunaqa etiklarni hammasining narxi tushgan. Mana bu yerda qaranglar, yozib qo'ygan etiklar narxini $31, $73, $36, $35, $73 cent. Mana bu yerda ham hammasi skidkada, qaranglar. Hozir mana bu narxini ko'ramiz. Misol uchun mana bu Calvin Klein'ning narxi $43. Misol uchun mana bu narxini ko'ramiz. $27.93 ekan. Mana shu gaz etiklari $39.43 ekan. Narxini ko'ramiz. $49.5. $59. Qaranglar, har xil bunaqa tsvetidan bor ekan, mana bunaqa qora tsvetidan ham bor ekan.